Ye. Assalomu alaykum Zanjarbek. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi, sizmisiz? Salomatmisiz? Ha, rahmat. Xudoga qanaqasiz? Chakosmi yana sigaret? Endi tashlashga harakat qilyapmiz, aka. Ha, mayli. Tashlang lekin. Sigaret zarar degandimi? Bo'ldi, xudo xohlasa tashlaymiz. Onam ham sizni ko'p maqtaydilar shu bolaga o'xshagin deb. Inshaalloh sizga o'xshab yuraylik. Ha, mayli. Hazil lekin sigaret tashlang. Mahallada ham aka, opalarning yulduzisiz. Ko'z tegmasin. Gap yo'q. Hazil lekin sigaret tashlang. Bo'ldi, to'g'ri tashlaymiz. Tashlaymiz. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Omadsiz bersin. Mana qara og'ayni. Bugun kechki kollektiv bilan o'tirishimiz bor. Senga gapiryapman. Borasanmi? Birinchidan stoldan tush. Sal kulturliroq bo'l. Savol ichkilik bo'ladimi? Usiz bo'ladimi? Albatta bo'ladi deydi. Ikkinchidan men ichkilikni yoqtirmayman. Bunga qarshiman. Ha, aytganchisiz, ishxonamizning odobi, faxri, yaxshi insonisiz-ku, to'g'rimi? Bilganingni qil. Mayli. O'zing bilasan. Ey! To'xta. To'xta. Mana buni qara. Qo'ysang-chi. Bugun kech paytga chaqirgan. Boramizmi? Vaqtim yo'q, ishim ko'p. Agar qiz bola bo'lganingda ham bor-ku, yomon qila qiz bo'larding. Arazladingmi? To'xta. Allo. Allo, brat. Yaxshimisan? Yaxshiman. Xullas, qisqasi menga pul kerak edi, og'ayni. Nimaga? Shu stavka qilishga bugun koeffitsient baland ekan. Yaxshigina pul ishlab olsa bo'ladi. Men qumordan uzoqdaman. Sen pul tutishing shart emas. Pulni men tikaman, o'zim yechaman. Senga pulingni qaytarib beraman, bo'ldi. Akrom, bo'ladigan ish qilgin. Harom narsa o'qmaydi baribir. Menga qara, og'ayni. Domlalik qilma. Bergin kelmasa bermayman degan shu. Bo'pti, rahmat.
Assalomu alaykum, Orbek aka. Sizga gap ham ta'sir qilasiz kerak.